Assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Xudo xolisa mana muborak Ramazon oyi o'z yakuniga yetib, mana Hayit xudo xolisa kirib kelyapti. Inshaalloh xudo xolisa kirib kelayotgan Ramazon hayiti hammamizga qutli va muborakli bo'lsin. Inshaalloh xudo xolisa keyingi yillarga yana Ramazon oyida oila a'zolarimiz bilan, do'st birodarlarimiz bilan hammamiz xudo xolisa birgalikda yetishlikni Alloh nasib qilsin, qatorimizdan xato qilmasin. Va bu tutayotgan ro'zalarimizni inshaalloh beriyo tutayotganlarni qatorida qilsin. Chunki Alloh taolo aytadiki, hamma narsa insonni o'zi uchun qilayotgan amallari faqat ro'za men uchun degan. Kimki ro'zani Xudo xolasa bekam ko'z chiroyli holatda tutsa, inshaalloh uni savobini qanchaligini faqat Alloh bilar ekan. Qolgan narsalarni misol uchun qancha savob berilishligini farishtalar nomaga a'moliga insonni yozib turganda, faqat Ramazon oyiga qancha misol uchun bir kun tutilgan ro'za uchun savob berishligini faqat Allohning o'zidan boshqa hech kim bilmas ekan. Xudo xolisa Alloh taolo o'zi qiyrat savoblarni bitsin. Xudo xolisa qilgan gunohlarimizni Alloh o'zi kechirsin. Xudo xolisa mana muborak Ramazon oyi tugab, mana umra sezoni ham tugayapti. 31-mart sanasigacha Vodiydan va poytaxtimiz Toshkentdan reyslarimiz bor. Ular qanaqa paket, necha kunlik va qanaqaligini Xudo xolisa qaysi kunlarda uchishligini men aytib o'taman sizlarga. Xudo xolisa Toshkent shahridan boshlaydigan bo'lsak, Toshkent shahridan 18-dan boshlab 31 Xudo xolisa mart sanasigacha 31-mart sanasigacha Xudo xolisa Toshkentdan Madina va Jidda shahriga reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri reyslar bor. Farg'ona shahridan 18, 23, 25, 26 va 30-mart sanalariga bor. Namangan shahridan 19, 20, 24, 26, 27 va 30-mart sanalariga Xudo xolisa inshaalloh reyslarimiz bor. Andijon shahridan Xudo xolisa 2 marta reysimiz bor. 21-mart va 28-mart kunlari Andijon, Madina, Andijon yo'nalishi. Bu reyslarning hammasi to'g'ridan-to'g'ri primoy reyslar. Xudo xolisa 300 soat, 7 soat va 7,5 soatni atrofida tashkil qilyapti. O'tgan videoda ham aytib o'tdim. Masofa ozgina uzayib qolganligi uchun narxlarda biroz o'sish kuzatildi. Xudo xolisa endi yoqilg'i sarfi mana 300 soat uzayib, avtomatik samolyotda yoqilg'i sarfi kuchayadi, ko'payadi. Uni o'shani hisobiga endi mana Hayit, buni hamma o'zi biladi. Hayit borligi uchun, Arafa borligi uchun o'zi shunda ham biletlar narxiga qo'shilgan. O'shani hisobiga narxlar ozgina o'sib qoldi. O'zi sezon tugaydi, shu 31-mart kuni oxirgi parvoz bo'ladi. Shu bilan Saudiya Arabistoni kirishlik to'xtatadi. 18-aprel kuni Saudiyadan chiqib ketish kerak hamma kirgan umra ziyoratchilar. Xudo xolisa paketlarimiz aytib o'tganimdek standart paket, 18 kunlik paketlar, xudo xolisa 14 kunlik emas, 18 kunlik paketlar bo'ladi. 17-18 kun xudo xolisa yurib kelinadi. Reyslarimiz to'g'ridan-to'g'ri xudo xolisa. Inshaalloh xudo xolisa 2 mahal Madinada o'zbek milliy taomlari, 3 mahal Makkada o'zbek milliy taomlari beriladi. Xudo xolisa 50 bosh xizmatlari bor. Endi boshoq kurmaysiz bo'lmaydi deydi. Hamma firmada kamchilik muammo bor. Kimdadir reysda zaddishga bo'lyapti. Bu bitta bizning firmada emas, bitta Hikmat Travelda bo'layotgan. Bu hamma firmalarda zadeshkalar bo'lyapti. Chunki Saudiyaga uchib borish kerak bo'lgan samolyot mana shu yerda o'zida 6 soat zadeshka bo'lsa, batdan uchib borguncha yana 7,5 soat. 13 soat uje artda turgan odam zadeshkani kutadi. Endi borib artda 2 soat, 3 soat zapravkasini qilib, yana uchib kelgungacha batda yana 12 soat, 13 soatga reyslar zadeshka bo'lib qolyapti. Buni to'g'ri tushunasizlar, lekin xudo xolisa reyslar cheres emas, primoy uchyapti. Xudo xolisa endi asosiy joyi narx-navosiga keladigan bo'lsak, poytaxtimiz Toshkentdan va Vodiydan, xudo xolisa Andijon, Farg'ona, Namangan shaharlaridan barcha reyslarimizni narxi $1175 dan. Ozgina skidkasi bor, xudo xolisa qilib beramiz skidkasini. Oilaviymiz, ko'pchiligimiz xudo xolisa ozgina skidka qilib beryapmiz. Xudo xolisa ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. WhatsApp, Telegramlar ishlab turibdi. Xudo xolisa endi bormoqchi bo'lganlar, misol uchun necha kishi bo'lsa ham farqi yo'q. Viza uchun oldindan to'lov qilishadi, qolgan to'lovni aeroportda qilishadi. Ko'pchilikni qiziqtiradigan savol ham shu, qanaqa deydi. Viza uchun oldindan to'lov qilasiz, qolganini aeroportga kelganingizda to'lovni qilib bemalol uchib ketishingiz mumkin. Oldindan xohlasangiz firmaga mana Farg'ona shahrida, Andijon shahrida va
Toshkent shahrida ofislarimiz bor. Xohlang kirib 100% to'liq o'qib keting. U o'zingiz ixtiyoringizdagi narsa. Xudo xolasa, inshaalloh ekrandagi telefon raqamlariga bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Xudo xolasa ishlaringiz sifatli va albatta chiroyli qilib bitkazib beramiz. Orada o'tgan videoda ham aytib o'tdim, ozgina tushunmovchiliklar, reyslar yechilib ketib, insonlar bilan o'rtamizda ozgina xafagarchiliklar bo'ldi. Mana muborak ro'za-i Ramazonda turibmiz. Barchalaringdan uzr so'raymiz keltirilgan noqulayliklar uchun. Endi Xudo xolasa undan keyin hamma narsa joyiga tushib ketdi. Orada 3 kun muammo bo'ldi. Bozorda ham bilet yo'qolib qoldi, reyslar отказ bo'lib ketib, ozgina odamlarning o'rtasida qolib ketishlik holati ko'payib qoldi shu mahalla. Lekin Xudo xolasa o'shandan beri hamma borib kelib, mana inshaalloh hamma ibodatlar chiroyli holatda qilib kelyapti. Xudo xolasa ekrandagi telefon raqamlariga murojaat qilinglar. WhatsApp, Telegramda ishlayapti. Mana sezonning oxiriga keldik. Inshaalloh shu bilan Xudo xolasa 2026 va 27-yilgi umra sezon inshaalloh katta hajdan keyin boshlanadi. 2 oy, 2,5 oy dam bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Xudo xolasa aytib o'tgan kunlarimda, sanalarimda reyslarimiz mavjud. Xudo xolasa hammalaringni qo'ng'iroqlaringni kutib qolamiz. Hammalaringga Alloh taolo hammamizga inshaalloh kengchilikni, Xudo xolasa ofiyat bersin. Aytib o'tganimdek, keyingi yilga Ramazon oylariga Xudo xolasa ahli ayolimiz, ota-onamiz, bola-chaqamiz bilan barchamiz birgalikda yetishga Alloh nasib qilsin. Hammamizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.